Assalomu alaykum qadrli akalar, kanalimiz obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari, Eldor Beguz kanalining tashaddiq kuzatuvchilari. 11-yanvar 2026-yil hafta kuniga yakshanba Farg'ona viloyati Beshariq tumani Beshariq Chorva bozoridan videolarimizni boshlayapmiz. Hozirgi videomizda bo'g'oz mollar hamda ena bola mollar narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni boshladik akalar. Bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab orasizlar. Mo'ylari bir 45 atrofida chiqadigan bo'g'oz, rossiyskiy parodadagi bo'g'oz mollar. Aka Cihan. Hakem 70 so'rashyapti ekan. ikkovini salkam 70 so'rayapti ekan akalar. Jupiga. Aka nechanchi qoringa necha oylikda? Birinchisiga 7 oylik, 8 oylik bo'g'ozlaridan akalar. Hoji buva savdo qilyaptimi? Hoji buva necha pul qilyapsiz? Necha pul qilyapsiz? Meni olaverasiz. Siz olganmi? Ya endi Jupiga 67 million so'm savdo qilyapti ekan. 67? Ha. Mana omaynida endi boshqa joyda olib turamiz akalar. Yine spoyda. Hech kim bilan qo'ydi olasiz. Aka nechanchi qoringa necha oylik? Aka, birinchi qoringa Birinchi qoringa necha oylik? 6 oylik. 6 oylik. Qo'ylari 1.45 atrofida chiqadi. Necha puldan qaytyapsiz? 40 million. 40 million kami bor ekan. Gibrid o'rnatsin. Hoji buva siz necha pul so'rayapsiz? 30 million. 30 million so'rayapsiz. Berasizmi aka? O'rgat. 30 million so'm narx so'rayapti. Greenfordlar akalar. Bo'ylari 1.30 atrofidagi Greenfordlar. Bunisi 1.25 ekan. Hoji buva necha pul aytyapsiz? 60 baho aytyapmiz. Ikkoviga. Alohidachi, bunisiga necha pul, bunisiga necha pul aytyapsiz? Isroil, mana sizga qaraydi 32 ga 8 etyapti. Hozir 5 oylik bo'lsa 6 oylik. Nechinchi birinchi qoringami ko'yin? Bunisi 5 oylik, bunisi 6 oylik bo'g'oz ekan. Birinchi qoringa. Mana orqalari. Jupiga 60 million narx aytyapti. Hoji buva necha pul qilyapti? 54 millionga berishmayapti. Ishqibozlarga raqam aytamizmi? 94 lik. 091 52 50. Bo'ylari 1,5 metr atrofida bo'lgan. Bo'g'oz o'najin. Hoji buva nechanchi qoringa? Birinchisiga Necha oylik? 3 oylik. Birinchisiga 3 oylik bo'g'oz.
Orqalari. Bo'ylari o'ta baland akalar. Nech pul narx aytyapsiz? 35 qilyapti. 35 qilyapsiz. Nech pul aytyapsiz? 40 million deyapti. 40 million deyilyapti, 35 ga berilmayapti. Ishqoziga raqam aytasizmi? Telefonim yo'qmi? Yo'qmi telefoningiz? Aka nechinchisiga necha oylik? Birinchisiga 6 oy. Birinchisiga 6 oylik bo'g'oz. Bo'ylari 140 ga yaqinidan akalar. Nech pul narx aytyapsiz? 32 million aka. 32 million narx aytilyapti. Nech pul qilyapti? 28 millionga berilmayapti. Telefon qilsa 28 ga berib yubormayapmizmi? Bormi? Ozgina qo'shganga beramizmi? 28 ga ozgina qo'shganga berilar ekan akalar. Sifat lekin o'ta chiroyli. Ishqoziga raqamni ayting. Raqam qo'ymayapti, xaridor borda. Sotib ketdi. Ha, xaridorlar bor ekan, mana sotilib ketdi ekan. Mana ekan. Bo'g'oz mollar o'ta chiroylilari chiqqan akalar. Qaysinisini syomka qilishdi ham bilmay qolar odam. Bo'ylari 140 atrofida chiqadigan, balandidan. Qaysi kanal bu? Eldorbek o'z. Yashang. Omadlaring bersin. Nechinchisiga necha oylik ekan bu aka? 1,5 oylik, 5 oylik. Birinchisiga 5 oylik. Nech pul narx aytyapsiz? 18. Shuni savdosi bo'lyaptimi hozir? Bozor qilgan yo'qmi hali? Nech pul aytyapsiz? Nech pul qilyapti? 18 yapman 15 qilyapti. 18 deyilyapti, 15 qilyapti. On 8 ga berasizmi telefon qilsa? Telefon qilsam? Ha. Labis qo'ymayman, labis. Rashni kelsa beraveraman. Lekin telefonni qo'yib, chunki sotib olaman-da men. Ha? Nomer qo'ymayman dedi. Dada baxtaman. Akamiz hazillashib 18 dedi, hozir 18 ga baraka qilsak bermayapti. 32 million narx qilyapti bozor deyapti akalar. Akalar keyingi xonajinga o'tamiz. Shved. Bo'ylari 30-35 atrofida chiqadigan shved akalar. Hozir aka nech pul deyapsiz? 35 deyapti. Nechinchi qoringa necha oylik? Chiqaringa 8 oylik. Ikkinchi qoringa 8 oylik. Birinchi tuqqanda sut nechta bergan ekan, ha? Bilmaysiz. Oldingi egasi. Old orqasi bir xil to'rtburchak ekanlar. Nech pul dedingiz? 35. 35. Bozor nech pul so'rayapti? 31,5 pulda bermadik. 31,5 ga berilmoqda ekan. Ishqoziga raqam aytasizmi? Nech pul ekan? 35 deyapmiz. Bo'g'ozmi? 850. Bo'g'ozdan katta. 31,5. Ishqoziga raqam aytamizmi? Sotilib ketar ekan. Bozoringiz bersa. Nech pul qilyapti ekan buni? Paroda nima ekan bu? Semental bas. Qo'ylar 135 atrofida. Nechinchi qoringa necha oylik ekan?
Aka nechinchi qoringa? Birinchi qoringa 8 oylik. Birinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz. Yelkamizda shaytonlar. Hozir endi yechib kelyapmiz. Necha pul aytyapsiz, hoji aka? 45 deyapmiz. 45. Necha pul qilishyapti? Ha 32 beraman deb turibdi. 32 ga bermayapsizmi? 45 narx aytilyapti, 32 ga bermayapti. Mana. Akalar chorni piyostrani o'ta balanti, o'ta gigantidan. Bo'ylari egasi 1.60 plus deyapti. Lekin 1.60 ga yaqin chiqib qoladi. Bolasi nima aka? Nechinchisi? Ikkinchi tug'ish nechta sut beryapti? 20 ta sog'ilyapti. Lekin o'ta baland. Eldorbek o'z. Ne bozordan qarasa ham mana shu mol ko'rinyapti uzoqdan. Nech pul aytyapsizlar aka? 65 million. So'ragan bo'ldimi? So'rab ketyapti. Nech pul so'rayapti? 55 million qo'yadi. 55 million so'rayapti. Bolani nima dedingiz? Ovozchi. Bolasi gibrid shikiliga? Shikoziga raqam aytasizmi? 90'çilik. 93lik 640 640 98 0. 9804. Bermaganingizga berib yuborasizmi telefon qilishsa? Yo'q, unaqa gap qo'ygan. Yaxshi narx bo'lib qolibdi. Ozgina qo'shganga berasizmi? Bor aka. Telefon qilaversa kelishaveramiz. Bo'ldi, telefon qilaveringlar savdosini. Akalar Besharif tumanida Karimova Gulminoz opamiz buyrak yetishmovchilik kasalligi bilan og'riyapti ekanlar. Ehsonlar ham bo'lsa joyiga yetib borsin deganlar mana karta raqamlarga. Ehsonlar endi qilaverasizlar. 20 ming dollar pul mablag' yetmayapti ekan opamizga. Bo'ldi hoji boy. Bolasini ovozchi. Nechinchi tug'ish? 4-chi bolasi. Nechta sut beryapti? 20 ta oshroq bolasi tagida yuribdi. Bolasi tagida yuribdi, 20 ta oshroq sut beryapti deyapti akamiz. 4-chi bolasi ekan. Ustamlar ham. Hammasi ishlaydimi yelini? Nech pul deyapsiz? 50 million kami bor. Orqalariga ham o'talmayapti odam ko'pligidan. Qani o't bo'li 50 million so'm kami bor ekan akalar. Mana. So'ylari ham biri 45 atrofida chiqadigan sigir. Nech pul aytyapsiz? 50 kami bor. 50 kami bor. Nech pul qilyapti? Hozir bozorga kirdik. Hali savdosi qilmadimmi? Yo'q, hozir bozorga kirdik. To'xtab tur. Ha, ishqoziga raqam aytasizmi? 97lik. 97lik. 627. 627 9207. Nima deyman? Akalar YouTube'ga tushyaptilar. Akalar 40 millionga telefon qilaversinmi desam, akamiz yo'q, 40 million bo'lsa uyda qolaveradi deyapti. Telefon qilib bir narx-navosini bilaverasizlar akalar. 48 millionga tushirdik, 48 million kam bor deyapti. Aka bolasi nima? Bolasi Novos. Necha oylik bo'ldi? 4 oylik. 4 oylik. Bola ham rossiyskiy ishkiliga. Yana bola rossiyskilardan so'raganlarga akalar. Necha litr sut beryapti? 25. Nechinchi bolasi? Ikkinchi. 25 ta sut beryapti, ikkinchi bolasi akalar. Nech pul narx aytyapsiz? 65. 65 narx aytilyapti akalar. Savdosi qanaqa bo'lyapti? 55. 55 million so'rayapti. Ya bozorda qurib kelyapti shikilidagina.
Qiziqib qoldingizmi? O'ziga qiziqyapman. Chiroyli mol ekan-a? Mol yaxshi ekan. Ham bolasi ham yaxshi ekan. Bolasi ham yaxshi ekan. 55 millionga berilmayapti ekan akalar. Ishqovoziga raqam aytasizmi? Qani aka? Raqam aytasizmi ishqovoziga? Ayting. 93li 731 1535. Akalar mana qaranglar. Hammasidan o'qiyapti. Bozoringizni bersin aka. Semental kimdan aka? Sumita Baxtiyordan. Qani Baxtiyor aka? Aka nechanchi bolasi bu? Keladi hozir. Egasi yo'qmi? Akalar kichikroq mollarga ham o'taylik, juda gigantlarda o'rdik. Bermasa ham mayli. Bolasi nima ekan? Novvoscha. Nechanchisi? Birinchi bolasi. Bo'ylari 140 atrofida chiqadigan ena bola mollar, birinchi tug'ish ekan. Bolasi novvoscha. Nechta sut beryapti? 10 ta suti bor. Nech pul aytyapsiz? 45 million narx aytilyapti. Nech pul qilyapti? 36 million. Raqamni aytingchi? 93 million. 693 2886. Qayerda moli? Qo'ziqo'rg'on. Qo'ziqo'rg'onning moli. Qaysi tuman? Beshariq tumani. Beshariqda mol ekan. Aka sotildimi? Keyin savdo bo'lib ketdi aka. Nech pul qilyapti? Aka nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Puliga qolaga chop qo'ygan. Umuman o'ylanma. Nech pul narx aytyapsiz? Nech pul qilyapsiz? 35 million narx aytib 31 million qilyapti. 35 million narx aytilyapti, 31 million sotadi. Xaridorlar mana yetalab ko'rib, Molim bor, o'zingiz bilasiz. Narga tarafga o'tamiz akalar, yana bolani sal yengilroq. Mayda ham chiroylilari bor ekan. Ola chiroylik. 135 bo'ylari. Nechinchi bolasi aka? Birinchisi. Nima, novvoschami? Bo'yi necha? 135 chiqib qoladimikan? Bola novvoschcha akalar. Nechta sut beryapti? 10 ta. Necha kun bo'ldi tuqqaniga? 3 kunlik. 3 kun bo'libdi, 10 ta bo'lyapti. Buniki 13 ta suti bor. Buniki ham bola novvoz. Bunisi 10 kun bo'libdi. Yo 3 kun, 4 kun bo'ldi. Buniki 3 kunlik. 3 kunlik, unisi 4 kun tuqqaniga. 13 ta suti bor. 13 ta suti bor. Bolasi novvosa bu ham. Semental. Bu nechanchi tug'ish bunisi? Bu yakka bu bir. Bunisi birinchi tug'ish, bunisi ikkinchi tug'ish. Narx. Bu ham sizdanmi? Bu ham mendan. Shu ham mendan. Bunisi nechanchi tug'ish? Bu 3 tug'ish. 3-tug'ish, bolasi nima edi? O'nadi. Bolasi o'nadi. Bu yakka bir kunda tug'di. Hammasini bo'yi pashti bir xil. Necha pul narxlari? 30 ga ham bor. 30 dan kami bor hamma. Cho'ya bir xil narx deyapsiz? Bu 35. Bunisi 30 kami bor, bunisi 35 kami bor. Bunisi-chi? 32. Bunisi 32. Bozor nech pul so'rayapti bozor? Nech pul so'rayapti? Buni 29. Buni nech pul so'rayapti? 33. Yaxshi bo'pti. 33 ga beravermasizda? 33 ga beraverasizmi? Telefon qilsangiz qo'shganga berasiz. Bunisini-chi? Bunisini 28 ekan. Ishqibozlarga raqamni ayting.
94'lik. 94'lik 920 920 0182. 0182 aloqaga chiqib akalar so'rab bilaverasizlar qolganini. Sotildi, sotilmadi aytishadi, savdosini qilib olaverasizlar. Ta'limini egasi. 29 beryapman bunga. Buni 29 ga so'rayapsiz. Sotildi deyapti-ku va. Ha? Sotil Sotim ustiga 5 ming berdim ustiga. 28,5 bo'ldi, 29 ga baraga deb. 28,5 ga kimdir olgan ekan, endi akamiz 29 ga. Yo'q, 29 Bering, ga baraga. Qani bola? Aka bolasi nima ekan? Bolasi Novoschi. Qanday beraman deb olaman. Nechinchi tug'ish? Ikkinchisi. Ikkinchi tug'ish. Nechta sut beryapti? 4 ta suti bor. 4 tami? 10 tami? 10 ta? 8 tasi garantiyasi bor. 10 ta suti bor ekan, 8 tasiga garantiya ekan. Hammasi ishlaydi. Nech pul aytyapsiz? Bo'ladi. 28 kam bor. 28 kami bor. Bozor nech pul so'rayapti? 27. O'zi kelib qolibdi shekilli-ku. Bozor 27 so'rayapti ekan akalar. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bo'g'oz va ena bola mollar syomkasini chetda yakunlaymiz. Xudo xolasa endi Buqa tomon o'tamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lib, bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlavorasizlar.